Andijonda endi 3 qavatdan iborat kiyimlar markazi ochildi. Bunaqasi hali bo'lmagan. Bu yerning kattaligini qaranglar. Bu yerga kirganingizdan boshlab o'zingizni xuddi katta shopping markazida yurgandek his qilasiz. Kelsiz aniq bosh qo'l bilan uyga qaytmaysiz. Endi sizlarga jetskida qisqacha obzorni qilaman. Jetskiga ham shunaqa assortiment katta. Bularning chiroyliligini qaranglar. Ayniqsa shular qizlaringlarga asal qilib kiyintirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu esa erkaklar bo'limi. Hammasi bir joyda. Sifatli ham hamyonbop narxlarda. Imkon qadar hammasini sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapman. Obuvlar ham juda ham keng assortimentda, sportivniy oyoq kiyimlarni ham topsanglar bo'larkan. Jetskilar ham. Aylanib charchab ketdim. Ishonasizlarmi? Jahon bozordan ham kattami bilmayman. O'zingizlar kelib ko'ringlar xullas. Rasmiy ochilish 14-15 mart kuni. Ha, aytgancha ochilish kuni sovg'ali o'yinlar ham o'ynanadi. Agar sizning xaridingiz 129 ming so'mdan ortsa, siz o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. O'yin esa 2 kun davom etadi. Sovg'alarning egasi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Shoshiling, eng chiroyli modellarni birinchi bo'lib siz tanlang. Manzil Yangi bozor, Sobiq Lenskiy ko'cha, Dilnoz to'yxonasi ro'parasi.